Assalomu alaykum aziz gulshaydolari, gulsevarlar. Yaxshi yuribsizlarmi? Xonadonlaringlar tinchmi? Yozda jazirama issiqlarida issiqlamay yuribsizlarmi? Gullaringlar yaxshimi? Issiqlarda biz ham kunduzlari obzor qilgani hech fursat bo'lmayapti. Hozir mana kech kirganda yana gullarim haqida bir video obzor qilishni xohladim. Mana liliyalarimiz ochilib bo'ldi. Endi bundan keyingi parvarish qanday bo'ladi? Bu liliyalarni mana bu gul shoxlarini tepasini bir 15-20 cm qirqib yuboramiz. Kech kuzgacha baklari sarg'ayib ketgungacha yer betida turadi. Chunki piyozlari mana shu barglaridan ozuqa olib, piyozlar kattayadi, bolalaydi. Shuning uchun bu liliyalarni baklariga tegmaymiz. Ular o'z holicha kuzgacha turadi. Mana gullarimiz, mushkambar gulimiz ham kech kirganda tirkillab turibdi. Mana biza loks gullarimiz ochilishni boshladi. Juda chiroyli. Yana gullarimiz mana katarantus gulim ham chiroyli bo'lib o'sib ketdi. Chiroyli ochilyapti. O'zi o'ylanib qoldim. Erta bahorda petuniyalar ekkan edim. Petuniyalar bizni mana issiqlarda jicha qiylanib qolar ekan. Mana petuniya qurish arafasida. Gullari ham nursizlanib ketdi. Yangi ekkanimda bahor paytlarida to'q siyoh rangida juda chiroyli bo'lib ko'p gullayotdi. Endi bora-bora qurib qolyapti, issiqqa chidamayapti. Bu katarantuslar bo'lsa, mana shunaqa issiqlarda ham gurkirab o'sar ekan. Mana giyarginlarimiz ham vesiolay rebatalar chiroyli bo'lib ochilishni boshladi. Vesiolay rebatalar bular giyarginlar 1 yillik. Yoz ichi bular tinmay chaman bo'lib ochiladi, Xudo xohlasa. Mana bu yangi ekkan gvazdikalarim ham yaxshi ochilib turibdi. Kechki payt sug'ardim agarodimni, shuning uchun mana gullarda suv tomchilari ham bor, juda chiroyli. Yana mana rayhonlarimiz qaranglar o'sib ketganini. Bularni gullagan gullarini tinmay o'sib turaman. Shuning uchun yonga shoxlab, tarvaqaylab uyimizda remont boshlangan. Hamma yoq tashqariga chiqib qo'yilgan. Mana o'sik gullarimiz ham o'sib turibdi. Mana chinni gullarimiz. Bu yerda lavandamizni ham kesib qo'yganman. Bu ham endi chiroyli bo'lib yana sharik bo'lib o'sadi. Ramashkalarimiz birin-ketin ochilyapti. Chiroyli. Mana giyarginlarimiz ham bitta ochilyapti. Mana bu yerda buketni sort xrizantemalarimiz chiroyli bo'lib o'sishyapti. Lekin g'unchadan darak yo'q, nimagadir. Bu yerda gvazdika gullarimiz ham mana ustalar bilan bo'lib bularga e'tibor ham bera olmayapman. Mana ochilib bo'lgan gullarini doim o'sib turardim. Mana ochilib bo'lgan gullarni shu agarodda o'ziga tashlab qo'yaman. O'g'it bo'lib ketadi o'zlariga. Bu nimalari chirib. Mana gvazdika gullarimiz ham juda ajoyib gul. Shunla qurtlar kelyapti bunga agarodni sug'organimizda. Mana shu ochilib bo'lgan gullarni olib tashlasak, bu gvazdikamiz yangi g'unchalar tugib to'xtovsiz ochiladi.
gvazdikalarni parvarish haqida o'rganganlarimda o'ta issiq paytda ochilishi kamayib ketadi deyilgan edi. Hozircha yaxshi, lekin ochilib turibdi. O'shilla qurtlar yaxshi ko'radi shekilli gvazdikani. Endi ko'ryapman. Shunaqa. Mana shu gullarimiz ham mana gilam bo'lib. Bu gullarni ekkanimga necha yil bo'ldi, lekin bu darajada bunaqa zich bo'lib o'sganini ko'rmagan edim. Endi shunaqa o'syapti. Mana bu globus xrizantemamiz ham boshqacha sort ekan. Rosa o'sib ketdi, baland bo'lib. Mana bu yangi ekkan buketning xrizantemalari. Bu yerda mana semizotlar ham bor. Bu quyoshdan jicha pana qiladi deb bu semizotlarni yulmadim. Keyin internetda ko'p uchrab qolyapti. Mana shu semizotni yulib, yaxshilab tozalab, pista yog'da qo'g'irib yeganda ham jigarga rosa ham foydali ozuqa bo'lar ekan. Jigarni tozalaydi ekan. Inson salomatligi uchun o'ta ham foydasi katta ekan. Somsalar qilib yesa bo'lar ekan. Shuning uchun mana agorodimda hozir rosa ko'p bu semizotlar. Mana buni ilmiy tilda partulak deb qo'yar ekan. Yoshligimizdan bor bu ko'katlar. Hech qachon buni yeydi deb o'ylamasdim. Shu yaqin o'rtadan beri ko'ryapman yeyish mumkinligini. Mana zina gullarimiz ham bu yerda o'zim urug'idan ekib qo'ygan edim. 5-6 tup edi. Lekin mana juda chiroyli bo'lib ochilyapti. Bu yerda 3 xil rangi bor. Mana bunisi ham o'z holiga chiroyli. Oq pushti aralash. Bunisi sap-sariq. Bunisi pushti. Mana pushtilar mahroviy. Sariq ham mahroviy. Qavat-qavat ochilgan. Mana bu oqimiz unaqa mahroviy emas, lekin o'z holiga juda chiroyli bu ham. Mana bu chinnigul shafronlarimiz ham juda chiroyli. Bularni ham urug'larini to'plab qo'yapman. Atlasnoy atirgulimiz ochilib bo'pti. Gullari obdog'da kuyib ketibdi. Bu yerda ham bor. Shunaqa gaplar. Mana rayhonlarimiz. Bularni bunaqa gullarini qirtishlab turaman. Olib turaman. Keyin mana shunaqa rosa ham tarvaqaylab o'sib ketadi. Mana bu yerda yashichaga ekib qo'ygan jambillarim mana selkillab o'sib yotibdi. Juda chiroyli. Mana yerda sariq xrizantemalar ochilib turibdi. Mana archa gulimiz ham mana uyda yamiga yetadi. Bo'ylari o'sib ketdi. Mana hosta gulimiz ham qaranglar. Suv tomchilari ajoyib yaltirlab. Mana bu lavr daraxtimiz ham chiroyli bo'lib o'syapti. Ajoyib. Haligi gardenziya gulim ham chiroyli bo'lib shoxlari o'syapti. Uni ham ko'rsataman. Mana shoxlari o'zi chiroyli bo'lib o'syapti. Ajoyib gullarimiz. Mana bahordagi lavandalarimiz ko'chatlari. 10 tup ko'chat. Mana kuzga bemalol bularni alohida joylarga eksa bo'ladi. Margaritkalarimiz ham rosa ko'payib ketdi. Mana veselый rебята. Gergin. Bu kichkina. Bu ham kichkina ochilibdi. Mana bu yerda bittasi rosa katta ochildi.
Klematiska o'xshab ochilgan juda katta. Sindirib qo'ymay deb. Bu gergillarni pastida lavanda qalamchalarimiz turibdi mana. Bu ikki korobkalardan devor qilib qo'yganman quyoshdan panalatish uchun. Lekin manavi gullarim, manavi pomidoram o'sib ketdi manda. Mana shu qalamchalarimga soya qilib tursin deb yulmavermadim. Gerginam o'sib chakalay bo'lib qoldi. Shu lekin salqin. Xudo xolasa lavandalarim tutib oladi, xudo xolasa. Shunaqa gaplar. Mana liliyalarim, bolachalari ham o'syapti. Bular ham 1-2 yilda gul beradi, xudo xohlasa. Mana shu gulzorimdan bir video obzor qilishni xohladim. O'zimga o'xshagan gulsevarlar ko'rsa baho beradi deb. Lekin mana bu gladiolus gulini bittasi baklari sarg'ayib ketdi. Bilmayman, gladiolusni parvarishi boshqacharoqmikin? Bilmadim shekilli. Ochilmayapti ham. Mayli, endi ko'ramiz-da. Shunaqa gaplar. Meni kanalimni tomosha qilayotgan har bitta kuzatuvchidan Alloh rozi bo'lsin. Barchalarni xonadoninglarga fayz baraka yoqtirib qo'ysin Allohim. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Yana g'oyibona diydorlashguncha Allohga omonat bo'linglar.